bilan sabr qolib, bitta o'zim ham bir muammo olib kelgan edim. Hurmatli prezidentimiz rahbarligida, u kishining g'amxo'rligi, e'tibori bilan sizning yetakchiligingizda bizni Yangiyo'ldagi nov sanatoriyamiz zamonaviy qiyofaga ega bo'lib boryapti. Bu hozirgi tahlillarga ko'ra O'zbekistondagi yagona sanatoriyaga aylanish kutilyapti. Yillik milliard berildi. Mana shu sanatoriya, hatto men yaqinda Rossiyani ko'z o'zlar jamiyatining yubileyida bordim. Bizni sanatoriyani ko'rib, uni sanatoriyasini ko'rib, men juda o'zimiz sanatoriyaga hayratga qoldim. O'zim hayratga qoldim. Shu sanatoriyaga yana bitta yetishmovchilik bo'ladi. Endi nima deydi? Ovqat bo'lganda ishtaha qanday bo'ladi degandek, qurilish ketayotganda bizni ham ishtahamiz qanday bo'lyapti, Zoir To'yevich ma'zur tutasiz. Bu yerda mini stadion qurildi, yopiq basseyn qurildi, ko'zozlar uchun. Lekin bitta narsa, sport zal bizga kerak bo'ladi. Agar imkoni bo'lsa, mana injiniring kompaniya shug'ullanyapti. Shu sport zal masalasi ham kiritilsa, bu yerda bemorlar ko'zozlarni ham davolanish, ham sog'lomlashtirishga 100% dan ham ko'p imkoniyatlar paydo bo'ladi. Mana shunday ishlar uchun prezidentimizga bizni rahmatimizni aytib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Buni endi bu sanatoriyni shaxsan hurmatli bosh vazirning nazoratiga olgan. O'zlari yaqinda boraman dedilar, boradi. Albatta masalani yetkazamiz. Sanatoriya aytaman, bu tarixda ikkinchi hayotini boshlab eng zamonaviy tarzda ta'mirlanib foydalanishga topshiriladi. Katta rahmat.